Meni bitta tanishim bordi, mashina bozorda mashina olib sotib ish qiladigan. Firib.uz deb sahranat qilib berganman buni. Yomon aldi etdi u plus. Bu haligi oldi Spark, orqasi Lacetti mashinani olib chiqib oladi deb, yangi Vipiska deb bitta keyinni ham mingan buni deb berdi. Keyinni Ukraina chegarasida minganmi deysizlar mashinani ko'rib. Desangiz, yo'qcha Petnosi bordi. Aka deydi, Petnoda mashina borda, u men bilaman u qanaqa turishini. Ne qarab turib, yangi Vipiska mashina. Keyinni yo ikkinchi opti bor hali. Bitta shep mingan, davlat ishida ishlaydigan odam ishga borib kelib yurgan. Nechinchi yil? 98-chi. Probeysiz 20 ming. Uka davlat qo'shnisini uyida ishlagan bu odam. Prosta qizdirib tursa ham 20 mingdan o'tib ketadi deysiz. Ammo mashinani sharoitini ko'rib Nigeriyaga qatnaganmi deb o'ylaysiz. Hali mashinani. Ha, kraskasi qanaqa desiz, 100% toza aka kraskasi deydi. Aka 100% toza emas, bu Telekongo Svet Lacetti chiqmoqdi desa, bitta chiqqan aka siz uchun. Kapotni bitta ko'tarsangiz oq ko'rinib turadi kapot ichida. Ha, iplo yomon aldab